musulmonlar zamon uyatli bo'ldi. Halol arzon, harom qimmatli bo'ldi. Qur'on o'qiganga quloq solmaslar, shaytonlar semirib quvvatli bo'ldi. Harom bilan xarish tutdi jahonni, buzg'unchi fosiqlar hurmatli bo'ldi. Allohni eslatsang munofiq johil, senga qarshi 10 ming hujjatli bo'ldi. Shogird ustoziga aql o'rgatar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar kibrli, keksa yengiltak, poygakdagi mashshoq haybatli bo'ldi. Payg'ambar o'rniga nomzod mullalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi. Rasulning merosi egasiz qolib, besunnatlar bugun sunnatli bo'ldi. Yunus kel, tavba qil, oshiq ishi shu, tavba bilan o'lgan ne baxtli bo'ldi. Yunus Emron.